Assalomu alaykum. Falcon Mebel obunachilari. Mana bizani yana bir obyektimiz tayyor bo'lish arafasida. Qat'iy qilib, chiroyli qilib tayyorladik. Yana nima ishlari bor. Yana sabrimchilarning ovora oldim. Ko'pni tayyorlagan даже kafligicha chiroyli qilib o'ramiz. Mebelchilarning shu endi kafil urishi ham qoldi. Amaliyamiz. Hop. Bu yoqda spanli komplektimiz. Ancha chiroyli chiqdi bizga yarasha. Shkaflardan do'g'riga qilib, xonaga moslab, bitirilmasi, torjo'liga shunaqa ishlar ham qilib, joyiga uzun kiyimga oldik, qildik. Mana bu yog'i kalta kiyimga mo'ljallangan. Shunaqa torjo'liga ham joylab dizayn qilib qo'yamiz. Mana bu yoq o'rtasida chiroyli qilib polkalar qilib, endi bu bo'limingni ish qilib qilingan. Endi shunga yarasha ish qilamiz deb. Mana tugmalari ham chiroyli davchiga yaxshi mexanizmlar qo'yib, kimga yana shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamisha xizmat qilamiz. Xizmat qilishdan charchamaymiz. Xudo xolasa ko'ngildek qilib, yana nima so'rasa o'shanga qarab tayyor bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Murojaat qilaveringlar. Bemalol Xudo xolasa ko'ngilga qarab ish qilaveramiz.